Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning oilasi bilan ishlash va samarali muloqot asoslari. Bugungi mavzuyimizning maqsadlari zo'ravonlikning oldini olish uchun oila bilan ishlashning ahamiyatini tushunish, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, shafqatsiz munosabat xavfini kamaytirish uchun oila a'zolari bilan ishlash asoslari bilan tanishish va nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning oila a'zolariga zo'ravonlikning zararli oqibatlarini tushunishlari uchun ular bilan samarali xavfsiz muloqot olib borish qoidalari haqida ma'lumot berish. Bu mavzuning muhimligi nogironligi bor ayol-qizlar nogironligi bo'lmagan ayol-qizlarga nisbatan 2 baravar ko'proq zo'ravonlikka duch keladilar. Zo'ravonlik ko'p hollarda oila ichida, yaqin muhitda sodir bo'ladi. Oila ham xavf manbai, ham himoya resursi bo'lishi mumkin. Ular bilan muloqot qilishda mana shularni, ya'ni juda ahamiyatga olish kerak bo'ladi. Nima uchun oila bilan samarali muloqot qilish muhimligi, ya'ni bunda oilaning roli, oila zo'ravonlik manbai ham bo'lishi mumkin. Passiv kuzatuvchi, ya'ni ular nogironligi bor insonlarning oilasidagi faqat parvarish qilishadi. Undan boshqa uning ijtimoiy rivojlanishi, ta'limi, bandligi bo'yicha qiziqish bildirishmaydi va ularga bu narsa kerak emas deb o'ylashadi. Shu bilan birgalikda ular himoya va tayanch bo'lishlari mumkin. Ya'ni vaqtida ularni maktabga, o'rta ta'lim, oliy ta'limga borib samarali bilim olishlari, o'z huquqlarini o'rganishga qo'llab-quvvatlovchi bo'lishlari ham mumkin. Va bunda mutaxassisning, ya'ni oila bilan ishlashda mutaxassisning roli zo'ravonlikni to'xtatuvchi resurs yaratish. Ya'ni biz agar u oilada zo'ravonlik holati bormi, yo'qmi, oilalar bilan samarali ishlasak, biz kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zo'ravonlikning oldini olishimiz mumkin va shu bilan birgalikda oilaga va nogironligi bo'lgan ayol-qizlarga ularni huquqlarini o'rgatish imkoniyatimiz ham bo'ladi. Nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik shakllari asosan oila a'zolari tomonidan ko'pincha ya'ni ochiq jismoniy shaklda emas, balki ruhiy bosim. Ular biror bir narsadan ozgina masalan holatlarda o'zgarish mumkin. Mana shu holatda injiqlanish yoki ozgina qaysarlik paytida oila tomonidan ruhiy bosim o'tkaziladi. Bu ham ularga nisbatan ularni to'g'ri tushunmasdan o'sha ruhiy bosim o'tkazish ham zo'ravonlikning bir ko'rinishi. Iqtisodiy cheklash. Ko'pchiligimizga ma'lumki, ko'pgina nogironligi bor ayol-qizlar o'zlarining nafaqalarini mustaqil ishlata olishmaydi. Bunga sabab bu ko'proq oila a'zolari tomonidan oila uchun ularning shaxsiy mablag'lari sarflanadi. Va iqtisodiy cheklashda yana ular o'z xohishlari bilan o'zlari xohlagandek samarali mablag'lardan foydalana olishmaydi va ko'nikmalar shakllantirilmaydi. Qaror qabul qilishda cheklanish. Ya'ni oila a'zolari biror narsalarni muhokama qilishda nogironligi borlarni asosan chetlatishadi. Sababi ular oilani o'zi nogironligi bor ayol-qizlarga past nazar bilan qarashadi. Sababi u nima qaror qila oladi degan tushuncha bo'lib, ularni ayni qaror qabul qilishda chetlatishadi yoki yoshligidan qaror qabul qilish bir ko'nikmasini shakllantirilmaydi. Mana bu ham ularga nisbatan sekin-sekin paydo bo'lib keladigan va ulg'ayib, agar yoshligidan shakllantirilmasa, ulg'ayib shu katta bo'lganida zo'ravonlik holatiga ko'plab olib tushishi bo'lgan vaziyatlar. G'amxo'rlik niqobi ostida, ya'ni ular farzandlariga g'amxo'rlik qilishadi. O'ta g'amxo'rlik qilish ham kelajakda nogironligi bor ayol-qizlarni zo'ravonlik holatlariga tushishiga olib keladi. Mana shunda oilaning, ya'ni zo'ravonlikka uchrashida ham
oilaning ham nima deydi munosabati judayam katta zarar beradi yoki qo'llab quvvatlash orqali judayam katta foyda berishi mumkin. Shuning uchun ham zo'ravonlikni oldini olishda oila bilan ishlash o'sha xavfli omillarni erta aniqlash va ularni kamaytirish asosiy mexanizmi bo'ladi. Ya'ni biz yoshlikdan bosim o'tkazmasdan, iqtisodiy cheklov qilmasdan, ya'ni ularga ko'nikmalar hosil qilish, qaror qabul qilish ko'nikmalarini hosil qilish orqali biz kelajakda shu zo'ravonlikni uchrashga kamaytirish yoki oldini olish o'sha mexanizmni shakllantirgan bo'lamiz. Oila bilan ishlashning asosiy maqsadlari: xavfni erta aniqlash. Shu yuqorida aytib o'tganimizdek, agar biz oilalarga kirib ishlasak, biz buni oldini olamiz yoki oldini olishga biz ko'maklashuvchi bir shaxs bo'lamiz, ya'ni yordamchi mutaxassis bo'lamiz. Zo'ravonlikni oqlamaslik. Ba'zi bir holatlarda oilalarga murojaat qilsak, ular farzandlaridan yo'q, bu o'zi shunaqa deydigan, ya'ni nogironligi bor ayollarni o'zini aybdor qilib qo'yadigan holatlar bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatlarda to'g'ri, tushunaman deb ularni ya'ni oqlamaslik kerak. Qanaqa vaziyat bo'lganda ham ularni shaxs sifatida qabul qilishimiz kerak. Oila a'zolarining javobgarligini oshirish. Oila a'zolari agar mas'uliyat bilan o'sha insonni hayot yo'li, o'sha ijtimoiy moslashuv, ijtimoiy faollashishiga mas'uliyat bilan qarashsa ham, bu juda qarashligi muhim ahamiyatga ega. Nafaqat oila a'zolari tomonidan shu zo'ravonlik holat yuz berishi, balki ijtimoiy hayotda ham ularni o'sha zo'ravonlik vaziyatida tushmaslik oldini olish bo'ladi. Xotin-qizlarni o'sha xavfsizligini ta'minlash, ya'ni o'sha oila bilan ishlashda o'sha huquqiy bilimlarni oshirish yoki ular bilan muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirish orqali xavfsizlikni ham ta'minlagan bo'lamiz va shu orqali sog'lom muloqotni yo'lga qo'yishga erishamiz. Shuning uchun ham oila bilan ishlashning maqsadlari, ya'ni o'sha eng muhim maqsadlari mana shular va biz bularga faoliyatimiz davomida juda ham e'tiborli ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni oila bilan ishlashda biz hali yana hozir treningimiz davomida sizlar bilan yana qaytamiz bu mavzuga va ba'zi bir keys holatlari bilan ham tanishtirib o'taman. Endi nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga nisbatan oilada zo'ravonlikning xavfini kamaytirishda oila a'zolari bilan ishlash asoslari. Chunki nima uchun bu muhim? Sababi biz agar oila bilan ishlamasak, oilaga kirib bormasak, biz to'g'ridan to'g'ri nogironligi bor xotin-qizlar bilan ishlay olmaymiz. Chunki bizga birinchi yo'l ochib beruvchi, birinchi imkoniyat yaratuvchi va biz ular bilan ishlash jarayonida bizga birinchi ko'mak bo'luvchi bu oila a'zolari. Bitta misol keltiradigan bo'lsam, meni ham jamiyatda shu darajaga kelishimda, mana shu bilim ko'nikmalarga ega bo'lishimda, ya'ni jamiyatda faol bo'lishimda oila a'zolarimni, ota-onamni mehnatlari, meni qo'llab-quvvatlashlari juda muhim bo'lgan. Agar ular meni qo'llab-quvvatlashmaganda, men qanchalik bilim ko'nikmamni oshirishimga qaramasdan, men jamiyatda bunchalik faol bo'la olmasdim. Shuning uchun ham bu oila bilan ishlash xavfni kamaytirishga juda katta yordam beradi. Ya'ni oilani zo'ravonlik holatida ularni yuqorida aytib o'tganimdek shunaqa ham bo'lib turadi degan, ularni ya'ni vaziyatini tushunib oqlamaslik ham kerak. Ijtimoiy yo'nalishda ishlovchi inson, ya'ni shunaqa vaziyatni olib borish kerakki, bu yerda kimdirni aybdor qidirish yoki kimnidir oqlovchi harakat qilish kerak emas. Faqat o'sha zo'ravonlikni oldini olish yoki xavfini kamaytirish yoki zo'ravonlikka uchragan insonlar bilan muloqot bo'lganda ularni bu holatdan chiqishiga yordam berish bo'ladi. Oila a'zolari nogironlikni kasallik yoki jazo emas, balki ijtimoiy moslashuvni talab qiladigan holat ekanligini tushunishlari kerak. Chunki hammamizga ma'lum,
ko'pincha nogironligi borlarga bemor kasal sifatida qarashadi va oilaga ham ahamiyat bersak ko'proq tibbiy reabilitatsiyaga ya'ni kasalxonalarga qayta yotqizib uni holatini tiklashga harakat qilishadi. Ularni boricha bor holati bilan qabul qilishlari bu juda qiyin va buni tan olishlari ham qiyin. Lekin hammamizga ma'lumki, tiklab bo'ladigan holatlar bor, tiklab bo'lmaydigan holatlar bor. Agar tiklab bo'lmaydigan holatligi insonni biza qayta reabilitatsiya qilursak u ijtimoiy hayotdan, ya'ni ta'lim olishdan, bandligi ta'minlashdan, ya'ni ishga joylashib mehnat qilish imkoniyatlaridan juda ham orqada qolib ketadi va bu ko'nikmalar shakllanmaydi. Mana hozirda jamiyatimizda ayni mana shunaqa muammolarga juda ko'p duch kelyapmiz. Ya'ni ta'lim olish, ishlash ko'nikmalari judayam oz. Shuning uchun nogironligi borlar qiynalib kelishyapti, ya'ni ish joyiga moslashib ketishdi. Yana xotin-qizlarni subyektligini tan olish, ya'ni ular nima deydi, qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida ko'rish. Ya'ni ularni ham mustaqil fikri bo'lishi, ularni ham fikrini inobatga olish va ularni ham fikrini rad etmasdan qabul qilish kerak bo'ladi. Ya'ni shaxs sifatida ularni qabul qilishimiz kerak. Ularni holatiga qarab emas, ularni bir inson sifatida qabul qilib, qaror qabul qilishlariga imkon yaratib berish. Oilada ya'ni hokimiyat nima deydi, munosabat tahlili qilish. Ya'ni hammamiz bilamiz, bizda ko'pincha oilalarda masalan otalar bosh bo'lishadi yoki kimdir oilada so'zi ko'proq o'sha insonni etgan degan bo'ladi va bu borada qolganlarning fikri uncha inobatga olinmaydi. Ayniqsa nogironligi bor ayol qizlarni. Shuning uchun ham bu yondashuv oila muhitida xavfni nima deydi, xavf manbaini o'sha himoya qilish resursiga o'sha aylanish imkoniyatini beradi. Ya'ni biz oilalar bilan o'sha oldini olish ishlarini va ijtimoiy rivojlantirish ishlarini birgalikda olib borsak, biz ko'pgina o'sha xavflarni oldini olgan bo'lamiz. Mana misollar, ya'ni o'sha nogironlikni kasallik emas, jazo deb qabul qilishi. Bu insonni o'sha imkoniyati, ya'ni holatdan kelib cheklaydigan vaziyat emas. Ya'ni ko'proq nogironlik munosabat o'sha infratuzilmalarda qulaylik yo'qligi uchun sodir bo'ladi. Oila qo'llab-quvvatlashi o'sha insonni mustaqilligi va xavfsizligini oshirishi, o'sha nazorati esa zo'ravonlik xavfini kuchaytiradi. Bunga yana bir misol keltirsam, men yangi jamiyatga qo'shilib kelayotganimda menga ham mana shunaqa munosabatlar bo'lgan boshida, chunki xavotir olishgan va ko'pgina joylarga borib kelishimga cheklov qo'yishga harakat qilishgan. Lekin men ularga tushuntirib, bu narsa kerakligini tushuntirdim va men borib kelganimdagi ular menga ishonishdi va menga imkoniyat yaratib berishdi. Shuning uchun ham oilalarda mana shu narsani anglatish kerak. Ya'ni imkoniyat berish orqali ularni mustaqillikka yo'naltirish. Agar biz cheklovlarni ko'p qo'ysak, ular o'sha oila a'zolari bilan bo'lmasa ham tashqari muhitda zo'ravonlik holatiga uchrash holatlari ko'p bo'lishi mumkin. Yana bir ya'ni yuqoridagi misolimiz, ya'ni oiladagi hokimiyat munosabatlari o'sha, ya'ni kimnidir qaror qabul qilayotgani va kimning ovozi eshitilayotgani o'sha ko'rsatadi. Ya'ni o'sha tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni o'sha nazorat qilish, ular bilan ishlash, vaziyatni o'rganish orqali o'sha shaffoflik, tenglikni kuchaytirishimiz zo'ravonlik xavfini kamaytiradi. Ya'ni qo'llab-quvvatlash bu juda muhim. Chunki nogironligi bor shaxs, xohlasak, xohlamasak, ayniqsa jismoniy holatda u boshqa odamga muhtojlik sezadi. Men holatimda ham xuddi shunaqa. Menda ham jamiyatda faol bo'lib, ishimni to'laqonli bajarishim uchun meni qo'llab-quvvatlash juda muhim. Nafaqat oilam, o'sha balki atrofdagilar. Shu jumladan mana ayni biz shu yo'nalishda ishlaymiz. Bizni ham nogironligi bor insonlarni qo'llab-quvvatlashimiz bu juda muhim va ularni o'sha kelajakda yana ham teng vaziyatga
yetishlari, teng imkoniyatdan foydalanish imkoniyatini beradi. Xotin-qizlarni yordam obyekti emas, balki qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida qabul qilish. Ya'ni ularni hayotga oid qarorlar va ularning ishlarini va roziligi bilan qabul qilish shart. Subyektlikni tan olish, nazoratni kamaytirish va zo'ravonlik xavfini pasaytiradi. Ya'ni o'sha qaror qabul qilish imkoniyatini bersak, ularni qarorlarini hurmat qilsak, biz mana shunday kamsitish yoki zo'ravonlik holatini xavfini pasaytirgan bo'lamiz. Mana shu yuqoridagilarni mana ko'rdik. Nima uchun zarur asoslari, oilalar bilan ishlash, maqsad mana tanishib chiqdik. Endi sizlar bilan o'sha oila a'zolarining samarali va xavfsiz muloqot olib borish qoidalari. Ya'ni biz bilamiz, ko'pchiligimiz muloqot qilishda juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak va juda ham ijobiy yondoshib, har ikki tomonni ehtiyojlarini inobatga olgan holda shu muloqot qilishimiz kerak. Samarali muloqot nima? Samarali muloqot bu hurmat asoslari. Ya'ni suhbatdoshga nisbatan hurmat bildirish, uni fikrlarini hurmat qilgan holda qabul qilish. Ya'ni u biror bir vaziyatda gapirayotganda uni ayblamaslik yoki o'zingiz aybdorsiz yoki aybdor qidirish kerak emas. Tahdid, ya'ni nimaga unaqa bo'ldi, agar mana bunday holat bo'lsa yoki huquqi buzilsa mana bunaqa choralar bor degan, qonuniy choralar bor degan tahdid qo'yish kerak emas. Tushuntiruvchi, ya'ni tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Ya'ni oilada nogironligi bor shaxsni bilan o'sha oila munosabati, ularni faolligi, o'sha zo'ravonlikka oldini olishda va o'sha uning zarari oqibatlarini tushuntirishga harakat qilish kerak. Va nima deydi, xavfsiz, ya'ni xavfsiz harakat qilish kerak. Bu ya'ni biz qilayotgan harakatimiz oilaga ham yoki nogironligi bor shaxsni kelgusi hayotiga ham xavf tug'dirmaslik kerak. Chunki bizni maqsadimiz aybdorni topish emas, biz xavfni kamaytirishimiz kerak, xavfni oldini olishimiz kerak. Shuning uchun ham biz samarali muloqot olib borishimiz zarur. Muloqot asosiy tamoyillari shu yuqoridagi aytib o'tganimdek, o'sha ayblamaslik, tinglash, baholamaslik, bosim qilmaslik, ya'ni yuqorida aytdim, tahdid, maxfiylik, xotin-qizlarning manfaatini birinchi o'ringa qo'yish. Keling, bir chekkada mana bu narsalarni tahlil qilamiz. Men shuni maslahat berardimki, har bir vaziyat, mana shu har bir ko'rsatilayotgan tamoyilli maqsadlar, har birini agar biz chuqur tahlil qiladigan bo'lsak, har biriga yechim topamiz. Ayblamaslik, ya'ni yuqorida aytdim, oila yoki nogironligi bor shaxsni bu holat yuzaga kelishda aybdor qilmaslik. Tinglash, ya'ni tinglash deganda faqat eshitish emas, uni diqqat bilan tinglash. Biz yaxshi bilamizki, nogironligi bor insonlar turli toifada, ko'rishda, eshitishda, jismoniy nogironligi bor va intellektual nogironligi bor insonlarimiz ko'p va bularga o'zlarini holatlaridan kelib chiqqan holda, ya'ni muloqot qilish jarayonida ularni tinglash, ya'ni tinglayotganingizni bildirish, bor e'tiboringiz u insonda ekanligini bildirib turish. Mana bu juda muhim. Baholamaslik, ya'ni bunaqa bo'lsa mana bunaqa bo'lishi kerak yoki mana bunday qilganingizda mana bunaqa bo'lardi deydigan misolli narsalar bilan holatni baholamaslik kerak. Ya'ni biz holatni boricha qabul qilib, ana undan keyin o'sha yechim berishga harakat qilishimiz kerak va yo'nalish berishimiz kerak. Bosim qilmaslik, boya aytganimdek, tahdid, ya'ni zo'ravonlik holatida, masalan, mana bunday jazo bo'ladi yoki mana bunday chora tadbirlar bo'ladi degan bosim qilmaslik kerak. Chunki bu ham muloqotni qilishga juda katta to'siq bo'ladigan holatlar. Chunki bizni qabul qiluvchi insonlar, ya'ni bizni baholab berib ketsin yoki bizga emas,
ular o'sha samarali muloqot o'rnatishga harakat qilishadi va qanaqadir yo'nalish kutishadi yoki yordam kutishadi. Mana shuni inobatga olish kerak va bundan mana shu tamoyillarni anaqa ya'ni mana shu tamoyillardan foydalangan holatda ular bilan o'sha samarali muloqot o'rnatish. Shuki mana shu xotin qizlarni o'sha manfaatini birinchi o'ringa qo'ysangiz, ya'ni oilada farzandni, ya'ni nogironligi bor ayol qizni manfaatini ham birinchi o'ringa qo'yish va suhbatdoshingizni manfaatini ham birinchi o'ringa qo'yish zarur bo'ladi. Sababi, agar samarali muloqot qila olsak, biz muloqotimiz jarayonida o'sha holat, ya'ni zo'ravonlik holati bor yoki yo'q, shuni aniqlashimiz mumkin yoki buni oldini olish bir yo'naltiruvchi suhbatlar tashkil qilishimiz mumkin. Shuning uchun ham muloqot shuni asosiy mana shu tamoyillarni biz unutmasligimiz kerak. Bu biz uchun juda muhim. Endigi mana yana davom etadigan bo'lsak, samarali muloqot zo'ravonlikni oldini olishda muhim profilaktik omil. Ya'ni oila a'zolari bilan muloqot quyida o'sha qoidalarga amal qilish zarur. Yana qaytarib o'taman, ayblovchi va tahdid nutqdan qochish. Shu zo'ravonlikni normallashtiruvchi iboralarni rad etish. Ya'ni bu holat oddiy holat yoki oilada bo'lib turadigan vaziyat sifatida normallashtirib o'sha qabul qilmaslik kerak. Aniq tushunarli tilda zo'ravonlikning salbiy oqibatlarini bayon qilish. Ya'ni oilalarga agar nogironligi bor ayol zo'ravonlikka uchrashadigan bo'lsa, uni emotsional holatiga, ruhiy holatiga ta'sir qilib, uni holati yana ham yomonlashuviga olib kelishi mumkinligini o'sha oilalarga yaxshi tushuntirish kerak. Xotin qizlarni xavfsizligi va qadr qimmatini ustuvor qiymat sifatida ko'rsatish kerak. Ya'ni o'sha nogironligi bor ayol ham o'sha oilada qadr qimmati bo'lishi kerak va agar unga o'sha oilani qo'llab-quvvatlashi, o'sha ya'ni birinchi o'ringa, ya'ni o'sha xavfsizligi bo'yicha o'sha birinchi o'ringa qo'yilsa, imkoniyat berilsa, ya'ni u ham oilaga bir foydasi tegib, bemalol oila a'zolari bilan barobar nima deydi, harakat qiladigan shaxsga aylanishi mumkin. Ayblovchi va tahdid nuqtalari, yuqorida aytib o'tdim, o'sha ayblovchi tahdid nuqtalari muloqotni yopadi, qarshilikni kuchaytiradi. Ya'ni ayblashni boshladingiz, u oila sizni oilasiga qo'ymaydi, chunki sizni ularni nimadirda ayblovchi sifatida qabul qiladi. Mana shundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu zo'ravonlikni oldini olishda o'sha maqsad, o'sha aytdim, aybdorni topish emas, balki xavfni kamaytirish, himoyani ta'minlash. Shuning uchun ham muloqot o'sha hurmatli, tushuntiruvchi va xavfsiz bo'lishi kerak. Mana shularga juda ham ko'p ahamiyat berish zarur va bu ya'ni bizni kelgusidagi ishimizga yana ham yo'l ochadi. Zo'ravonlikni normallashtiruvchi iborani rad etish. Ya'ni o'sha zo'ravonlikni normallashtiruvchi iboralar uni oqlaydi va davom etishga sharoit yaratadi. Endi bo'lib turadi, mana shunaqa sabr qilish kerak, hammada bo'ladi. Mana shu kabi so'zlar, ya'ni bo'lib turar ekan, boshqalarda ham shunaqa bo'lar ekan degan mana o'sha nima deydi, qilish, ya'ni o'sha iboralarga nima deydi, yo'l qo'yib berish, bu zo'ravonlikning davomiy ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'sha bunday iboralar muloqotda qat'iy rad etilishi kerak. Bunda ham o'sha suhbatdoshni tinglash kerak va keyin tahlil qilib, unga yechim topishga harakat qilish kerak. Aniq, tushunarli tilda zo'ravonlikning salbiy oqibatini bayon qilish kerak. Ba'zi bir o'sha ta'lim olish yoki ishlash, ko'p imkoniyatlar, ya'ni insonlarga qo'shilish, ijtimoiy hayotda faol bo'lishda cheklovlar nima oqibatlarga olib kelishi, balki kelajakda nima deydi, ota-onasi yonida bo'lmay qolgan paytlarida mana shu holatlarda o'sha ya'ni ko'nikmalar shakllanmasligi o'sha zo'ravonlik oqibatiga olib kelishligi mumkin.
mana shu narsalarni oilaga tushuntirish kerak. O'sha ruhiy bosimni, o'sha nazorat, haqorat, inson salomatligiga, o'sha oilaviy munosabatlarga va o'sha bola farovonligiga jiddiy zarar yetkazadi. Ya'ni man sanga ishonaman desangiz, u odam yanayam harakat qiladi. Yo'q, san qila olmaysan desangiz, unga o'ziga nisbatan ishonchi kamayib ketadi. Ya'ni man qila olmas ekanman, demak men qilishim mumkin emas. Bir ozgina shu yerda ham sizlarga misol aytaman. Mani ham yoshligimda ba'zi bir vaziyatlarda man uyimdagilardek bo'la olmayman deydigan tushuncha juda bo'lardi. Chunki uyda ham menga shunaqa, ya'ni man yura olmaymanmi, man mustaqil biror ishni bajara olmaymanmi, demak bu ishni man qila olmaydigan. Keyin ulg'aya boshlaganimdan keyin menda shunaqa narsa shakllandi. Ya'ni boshqa insonlar qilgan ishni man ham qila olaman. To'g'ri, oyog'im bilan qila olmasam ham qo'lim bilan qila olaman, yoki o'sha harakatim, olgan bilimim bilan bajara olaman deydigan xohish, istak, harakat uyg'ongan va man shuni qilib va qila olishimni oilamga ko'rsatib berganman. Va mana shundan keyin ko'p narsalar, ayniqsa mana oilaga taqaydigan bo'lsak, man shirinlik pishirishni o'rganganman va buni kurslarda emas, oddiy so'rab o'rganganman. Telefon orqali qanaqa qiladi so'rab o'rganganman, lekin menga uyimdagilar ishonishmagan bu narsani qilishimga. Man uni qilib ko'rsatganimdan keyin uyimizda biron bir tadbir bo'ladigan bo'lsa, shirinlik tayyorlash mani zimmamga tushgan. Mana shuning uchun ham mana shunaqa nima deydi, tushunarli tilda olib borilsa, ya'ni ularning rivojlanishi bo'ladigan bo'lsa va agar bosim bo'lib, cheklovli bo'lib, hech nimaga ruxsat bermaydigan vaziyatlar bo'lsa, u kelajakda kim menga nima qilib berarkin, kim mendan xabar olarkin, yoki vaqti kelsa och qolib ketishi mumkin, yoki umuman qarovsiz holatlarda qolib ketish ehtimoli juda katta bo'ladi. Oilalarga mana shu holatlarni ham batafsil tushuntirish kerak bo'ladi.